Aziz kuzatuvchilar, bugungi patsiyentimiz 40 yoshda tashqi va ichki gemoroydan qon ketish va og'riq sindromi bilan bizga murojaat qilib keldilar. Hozir biz lazer operatsiyamizni boshlayapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz. Aziz kuzatuvchilar, mana biz lazerli operatsiyamizni tugatdik. Barcha gemoroy tugunlarini bartaraf etdik. Akada 8 ta gemoroy bor ekan tugunlari, hammasi ichki, tashqi aralash gemoroy tugunlari, hammasini biz lazer bilan bartaraf etdik. Hozir kayfiyatingiz qanday? Kayfiyatim a'lo darajada, rahmat Shavkat aka. Mana hali 20 minut bo'lgan yo'q, turib yuribman. Mana uyga javob berdi. Mana uyga ketyapman. Uyga ketyapti mana bu kishi bemalol. Qo'lingizni ko'rmasin. Juda ham qo'rqqan edingiz, ha? Kelgandan qo'rqqandim, umuman bilingan yo'q. Og'riq bilingan yo'q. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz.